Assalomu alaykum. Bugungi bizani tahlilimiz 13-bob pul psixologiyasi. 13-bobiga ham yetib keldik. Video sifati va ovozim sifati yomonligi uchun uzr so'rayman, chunki ovozim telefon o'zida yozilyapti. Menda challenge ketyapti, har kuni video chiqarish. O'shanga ortiqcha narsalarsiz boshlavordim. Bu loyihani desa ham bo'ladi. Ko'ramiz endi. Bugungi videoda xato qilishga barcha haqli degan bobda gaplashamiz. 13-bob. Har bir rejaning eng muhim qismi ishlar ko'ngildagidek ketmagan vaziyat uchun tayyorlangan rejadir. Nima degani bu? Eng zo'r reja o'zi rejadagidek ketmasa nima qilishingiz kerakligini rejalashtirib qo'yish. Tasavvur qiling, sizda rejangiz bor, A planingiz bor. Tabiiy A plan o'xshamasa B planingiz bor. Shu B planni qilib qo'yish desa ham bo'ladi. Bu bobbi va kelajakda nima bo'lishini bilmaysiz. Shuning uchun har qanaqa holatni inobatga olib, tasavvur qilib, tayyorgarlik ko'rib qo'yish haqida bo'ladi bu bob. Moliyaviy rejada xato qilish ehtimolini hisobga olmaslik eng katta xato qilish deydi kitob muallifi. Ya'ni men xato qilmayman deb o'ylashlikni o'zi katta xato. Nega xatoning uchun joy kerak? Ya'ni nima? Chunki kelajak aniq emas. Ya'ni rejangiz xato ketish uchun yana bitta qo'shimcha reja kerak. Ya'ni reja xato ketib qolsa nima qilishim kerakligi haqida reja kerak. Daromad o'zgarishi mumkin, daromadingiz, bozor tushishi, bozor o'zgarishi, sog'lig'ingiz yomonlashishi mumkin. Agar rejangiz 100% mukammal ishlashi kerak bo'lsa, u sinadi. Lekin agar rejani 70% ishlasa ham yashab ketsangiz, siz omon qolasiz. Moliyaga eng muhim narsa omon qolish. Moliyada eng muhim narsa omon qolish, ushlab turish, stabillikni ushlab turish, daromadlarni, foydalarni, biznesni ushlab turish bu. Investorlar qanaqa qiladi? Masalan, Warren Buffett har doim katta miqdorda naqd pul saqlayar ekan. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, aniq emas, o'zingizlar tekshirasizlar, Google GPTga va shunga o'xshash narsalarga yozib ko'rib, tarixini o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Nega naqd pulni saqlaydi? Chunki u kelajakni aniq bilmaydi va u xato qilish ehtimolini tan oladi o'zi. Bu zaiflik emas, bu donolik deydi kitob muallifi. Odamlarning eng katta xatosi bu. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Menda doim ish bo'ladi deb o'ylaydi, bozor doim o'sadi deb o'ylaydi, menga yomon narsa bo'lmaydi deb o'ylashadi. Bu haddan tashqari ishonch. Lekin hayot surprizlarga to'la, har xil hodisalarga to'la. Bundan bitta misol bu 2020-yildagi pandemiya bo'lishi mumkin. Juda ko'p bizneslar buni rejaligiga kiritmaganligi uchun balkim yo'q bo'lib ketgan bizneslar ko'p bo'ldi menimcha 2020-yildan keyin. Amaliy misol berib o'tgan, agar siz oyiga taxminan $1000 topsangiz va $1000 sarflasangiz, bir kichik muammo sizni sindiradi. Lekin agar $1000 topib $100 sarflab 300 zaxira qilsangiz, ya'ni podushka безопасности deydi, ya'ni xavfsizlik yastig'chasi bo'ladi, adashmasam. Siz xatolik uchun joy qoldiryapsiz. Ya'ni nimadir bo'lib qolsa shu $300 ishlataman degan ma'noda. Rejadagidek ketmasa shuni shu reja B plan bo'lib turadigan ma'noda qo'yib qo'yapsiz. Hop, psixologik kuch, room for error sizni stressdan himoya qiladi. Vahimali qarorlardan saqlaydi, uzoq muddatli o'yinda ushlab turadi. Moliyaviy o'yinda yutganlar eng aqlli emas, eng uzoq qolganlar. Moliyaviy o'yinda yutish deydi. Eng aqlli odam emas, bu eng uzoq qolgan odam, saqlab qolgan odam deb aytadi kitob muallifi. Eng kuchli fikrlardan biri mukammal reja kerak emas.
sinmaydigan reja kerak deydi. Ya'ni reja ichida sinish ham bo'lishi kerak. Shunda siz sinishni ham oldin olib qo'ygan bo'lasiz va sinish ehtimoli singaningizda nima qilishingiz kerakligi aniq bo'ladi. Yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak, 13-bobda kamtarlik, eng katta pul o'yinidagi eng katta ustunlik kamtarlik, xato qilishingizni tan olish, zaxira, moliyaviy xavfsizlik desa bo'ladi buni. Past xarajat va riskni nazorat qilish. Va har doim shuni ayta olish, men xato qilishim mumkin. Bu videoni shu joyda tugaydi. Qisqa lo'nda gapirib berishga harakat qildim. 13-bob bu kitobni o'zinglar o'qib ko'ringlar. Juda ham yaxshi kitob. Moliya bo'yicha pul psixologiyasi Morgan Housel o'zbekchada tarjima qilingan, lekin ingliz tilida o'qishinglarni men o'zim o'qimagan bo'lsam ham tavsiya qilaman, chunki original til baribir original til bo'ladi.